Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda hafta boshida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 16-mart uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra dushanba kuni havo harorati ko'tarilishda davom etadi. Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-5 daraja iliq, kunduzi 15-17 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 7 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. O'zgidromet hafta o'rtalaridan sovuq havo massasi respublika hududidan chekina boshlashini ma'lum qilgandi. Dam olish kunlari havo harorati ko'tarilishi prognoz qilingan deyiladi xabarda.